Bir kun oldin ukam tug'ilgan kuniga taklif qildi. Yo'q, ukaginam tug'ilgan kuniga bora olmayman. Opa keling, jiyanlarimni ham olib keling, oilaviy o'tiramiz. Uyga borib issiqqina baliqxo'rlik qilamiz deganiga. Onam mayli bora qoling, bolalarimni olib dedim-da. Ikkita kichkinamni olib, katta o'g'lim qaynonamga tashlab keldi. O'g'lim Imron maktabi borligi sababli u buvisinikiga kela olmadi. Hamma yangi uylariga kechiga yotgani bordim. O'zi aslida ko'p ham yotib qolamayman. Ertalab borib kechki payt qaytardim. Onam qo'yerga qo'ymay, snachovkaga kelgan bolam vaqting ham bemalol bo'ladi va birga ko'proq o'tiramiz deb aytganlar. Mayli deb qolishga qaror qildim. Kechki ovqatni kafeda qilib, siqqina baliqxo'rlik qilganimizdan keyin onam va kelinim katta ukam mashinasida ketishdi. Men va bolalarim va tug'ilgan kun egasi ukaginam bilan Sofiyaga tort olgani borgandik. Biroz ko'chalarni, megaplanetlarni aylanib, keyin tort tanlashga bolalarim bilan borgandim. Bolalarimga har xil tortlar bo'lsa, u yoqda xilma-xil pirojnilar va tortlar bor ekan. O'g'lim Mustafa boshqachasini xohlagan ekan. Biz esa butunlay boshqachasini xarid qilib, uyga olib kelgandik. Onam bo'lsalar, "Ha, meni ham ataylab olmabsizlar" dedi. Bilmabman, bo'lmasam sizlar bilan ketardim tort tanlagan edi. Shu bilan mana qarabsizki uyga keldik. Uyda kelinim tort bilan choy ichamiz deb choylarni tayyorlab qo'ygan ekan. Bilan Mustafoyim tanlagan tortni ololmaganimizga arazlab o'tirib, shu topda bolalarning xarxashasidan rosa jahlim chiqqan. Chiqindi shkafini shaxtam ochgandim, kelinim boshlariga tegib ketdi. Shunga boshingiz og'rimayaptimi deb so'ragan. Sarguzashtlarim shulardan iborat edi.